Assalomu alaykum hurmatli treyderlar. Haftani ham yakunladik. Bugun vaqtimiz bor. Qisqacha bozorda tahlil qilamiz. Yevro dollar parasidan boshlaymiz. Dam olish kunlaring xayrli bo'lsin. Yevro dollar parasi do'stlar, kecha berilgan signalimiz mana. Signal tek profitimni men shu yerga qo'ygandim. Yeri tez bo'lsa yozim shu yerlardan yana kirsalaring bo'ladi. Shu yuqorigacha chiqabilir do'stlarim. KPPSda paramiz ham kecha bir yangilik chiqdimi bilmayman, 1 soatlikda. Bu ham do'stlar mana ajoyib yuksaldi. Shu holat bo'lishi mumkin. Biroz shu yashil chiziqqa tekkandan keyin o'rtalam fiyat harakati qirilgan joy. Biroz yeri chekilma, so'ngra bayga harakat qilsalar bo'ladi. Kanada dollarida bitimlarim bor edi, yopildi. 1 soatlik do'stlar, bu ham pastga tushish ehtimoli bor. 4 soatlikda mana shunday. Kunlikda ham o'sha selga signal beryapti. Shurdan shu qizil sariq chiziqni pastida qapansa, pastga harakat qilsalar bo'ladi do'stlar. Usida chifay paramiz. Bu ham bitimim bor edi, o'sha sariq chiziqda edi tek profitim. 1 soatlik o'sha kelyapti, shu bo'lgadan bayga harakat qilib ko'rsak bo'ladi do'stlar. Mana 4 soatlikda ham mana shu yashil chiziqni pastida qapangandan so'ng bitimga kirilgan. Mana shu ikkala bo'lgadan yana bayga harakat qilib ko'rsak bo'ladi 1 soatlikka qarab. Soatlikka qarab do'stlar. Kameram. Apavomislar texnik nosozlik. Mana shu ikkala bo'lgalardan tasdig'i bilan harakat qilib ko'rsalar ham bo'ladi do'stlar. Usida chipay paramiz ham do'stlar mana shu yerda shu ikkala bo'lgadan yuksalib shu yergacha chiqib keyin dalish tushib ketish ehtimoli bor. Mana 4 soatlikda ham ko'rsataylik. 4 soatlikda mana shu ikkala chiziqdan yuksalib keyin dalish pastgacha tushish ehtimoli bor do'stlar. Risk qilib kirsalar bo'ladi. Dushanbadan signal bo'lsa beramiz yana. Oltin mana shu holat bo'lishi mumkin 1 soatlik do'stlar. Lekin 4 soatlikda ham 1 soatlikda ham oltin ajoyib sel trendda turibdi. Lekin mana shu sham to'lig'icha yopilsa, yarim 50% sariq chiziqqa tushib, shu chizilgan holda keyin bayga yuksalish ehtimoli bor do'stlar. Kuzatamiz buni ham. Dollar indeksi tushyapti, oltin tepaga ketish ehtimoli ham bor. Dollar indeksi 4 soatlikda ajoyib tushish bo'lyapti. Hali hech qanaqa bayga signal yo'q. Shu atroflardan biri tushib 1 soatlikda ko'rsak, mana shu pastda yashil chiziq bor, shu yerga kelib retest berish mumkin orqaga. Keyin retestdan so'ng dalishi sel o'rtoqlar. Unda oltin dalishi bilan yuradi. Hozir dunyoda nimalar bo'lyapti? Bu qarama-qarshi yuradiganlar ham pastda qarama-qarshi emas, bir xil ham yuraveryapti. O'shanga ehtiyot bo'lasizlar, ko'p ham ishonmanglar bozorga.
Avtosida parasi bu ham ajoyib tushish bo'ldi mana. Hali bayga shoshmaymiz do'stlar. Shu menimcha imillab keyingi hafta non farmi, CPR bormi do'stlar, shu bayga uchadi menimcha bular hammasi. 4 soatlikda mana bo'lgaga yetib keldi. Buni qirsa shu hajmni yuksalgan joygacha tushish mumkin. Kuzatamiz do'stlar. 1 soat 4 soatlikda bo'lga 1 soatlik 15 minutlikda qarab tez qilsa, tasdiq bersa o'rtoqlar, kirsalaring bo'ladi. Nazarda tutib paramiz ham 1 soatlikda do'stlar mana bo'lgaga yetib kelib qoldi. Shu bo'lgadan tasdiqini men shu yerda signal bergandim, lekin stop yedik. Ya shu sariq chiziqni tepasida qapansa burdan, yo'qsa mashadagi bo'lgadan harakat qilsalaring bo'ladi. 4 soatlikni ko'rsalaring ham shu yerlarda bo'lga bo'lish kerak mana. Mana shu yerlardan 4 soatlikda o yashil chiziq bor, ko'ryapsiz o'rtoqlar, bu degani hali shoshilish kerak emas bayga. Shu boradigan yergacha borib olsin. Keyin bir gap bo'lar. Dollar, Bitcoin do'stlar. Bitcoin ham do'stlar ajoyib tushish bo'ldi. Bitcoin 4 soatlik men bitim qildim. Mana shu yerda o'rtalar fiyat harakati bor. Men 4 soatlikda 1 soatlikda ko'rdim shekilli. Mana shu yerda men 1 soatlikda kirdim. Shu ignanovchi limitlarni bitirdi o'rtoqlar. Limitlarni bitirib yo'lda tozaladi. Shu ignanovchigacha kelish ehtimoli bor. Hech bo'lmasa shu 106 lar atrofigacha kelish kerak. Men uchigacha qo'yib qo'ydim, kuzatamiz. Mana bu yerda trend selga bo'lgan, hamisha pastlab kelyapti. Mana shunday qilib chizib trend hamisha pastlab kelyapti. Pastda ham har safar pastlayaptim, demak oqish ehtimoli bor do'stlar. Shundan analiz qilsalaring bo'ladi. Mana bundan so'ngra pastroqdan qaytdi narx. Sotuvchilar shu tepaga chiqishini xohlamayapti. Narxni pastroqdan sotish beryapti. Oxiri oqib ketdi. EuroJP paramizda ham 1 soatlik bitimim bor edi. O'sha yerda tek profit. Ularda sus harakat bo'lgancha men signal bermagandim YouTube'ga. Sus harakati uchun, lekin ajoyib tushish bo'ldi. Shu yerdan bay harakat qilib ko'ramiz. 4 soatlikda sel mana shu gapni qapatishigacha tushabilar do'stlar. Gapni qapatib, shu yerdan biroz retest, keyin gapni qapatguncha pastga tushadi. GBJP paramiz ham bu xuddi shunday. Mana o'sha bay, lekin shu gapni qapatib so'ngra yuksalamiz do'stlar. 1 soatlikda qaytadigan joy. Mana 1 soatlikda mana shu gap ochilgan shekilli sariq chiziqning orasigacha tushadi. So'ngra bayga harakat qilsak bo'ladi, shoshilmaymiz. Sat parasi do'stlar, bu ham kecha men e'tibor bermabman. Oltinda kuzatib, boshqalarga e'tibor bermabmiz. Uchib ketibdi. Biroz retest bo'lib shu atroflardan kesib bay olamiz. Mana shu balki shundan, balki shu sariq chiziqdan, balki eng aşağıdan tez qilgani kelishi mumkin do'stlar. Shunda bayga kiramiz.
4 soatlikda mana ajoyib engulf bo'lgan. Engulfda 50% yozsam, shu pastroqni tez qilgani keladi. Shunda kiramiz do'stlar, kuzatamiz buni ham. Avdi sat men YouTube'ga signal bergandim. Shu bo'lgacha, bu bo'lgaga yetib kelmadi. Meni bitimim bordi, tek profit shu yerda edi. Tek profitni oldi o'sha. Avdi sat parasi do'stlar. Bitimni oldi, endi kuzatamiz. Dushanbaga qaydan qayerga ketadi, nima bo'ladi. Yevro avdi parasi do'stlar. Signal berganim tek profitimni oldi. Men ham ko'rmabman. Ko'rganimda dash ushlab turardim. Ko'rmabman, o'sha ketdi. Bu bo'lgani qiradi, hajmli kelyapti. Balki qaytar shundan. Balkim yuqorisidan qaytadi do'stlar. Mana 4 soatlikda ham mana shu bo'lgalardan qaytadi. Ba'zida shu ham ishlab qoladi. Bu kuchsiz bo'lgan, ammo teparog'idan, balki sariqdan, balki shundan qaytish ehtimoli bor. Mana bu yashilcha zot tepasida qapansa, shu yerga chiqadi, biroz yuqoriga yuradi. Agar pastda qapansa, o'rtoqlar 4 soatlikda retest shurni pastda qapansa, retest shaydan beraveradi. 50% gacha kelib, Fibonacci tortib bitimga kirsalar ham bo'ladi do'stlar. Kuzatamiz buni ham. Povda paramiz. Bu ham ajoyib ushdi. Bunda ham tek profitim shu atrofda edi meniki. Tek profitni oldi do'stlar. Lekin hali uchyapti. Mana shu yerlardan harakat qilsalar bo'ladi. Lekin bu birinchi bo'lgani qiradi do'stlar, hajmli chiqyapti. Mana 4 soatlikdagi hajmni tushdi boshlangan joyimiz do'stlar. Mana shuni shu yergacha chiqish ehtimoli bor. Likvidni yechib shu yerdan retestini beradi. Shu 50% gacha, shu sariqacha yozsam shunisigacha tush ehtimoli bor. 1 soatlikda trend o'zgargan bo'ladi. Mana shu belgi chiqqancha shunaqa bo'lib keladi. Yevrosat. Bunda ham bitimim yo'q. Lekin retest bersa bitimga kiramiz do'stlar. Retest berish kerak. 4 soatlikda edi sel. Kunlikda ham shu ignotni o'rnini sham bilan to'ldirdi. Shu atroflardan shuni engulfni pastigacha tushish kerak do'stlar. Retestga bersa shu atroflargacha tushsa, keyin bitimga kiramiz. Nazarda soat do'stlar 1 soatlik. Shurdan bitim bergandim YouTube'ga, tek profitini oldi. Yana pastga harakatni boshladi. 4 soatlikda o'sha kuchli bo'lgiga yetib keldi. Pastda bo'lganimiz bor. 1 soatlikda mana shu bo'lganimiz do'stlar. Sariqcha zot ustida qapansa o'shidan dönabilir, bo'lmasam mana shu yerdan ketadi. Tasdig'ini bersa kiringlar do'stlar. Hamma riskni o'zini bo'ynida. Shunda shu likvid yechgan hisoblanadi. Shu yerdan qaytish ehtimoli bo'lishi kerak. Nazarda JPY do'stlar 4 soatlik. Ajoyib yuksalish. Qaytyapti mana. Bunda ham bitimimiz bor edi. Bittasi top yedik, keyin tek profitni oldi. Bu ham mana shu gapni qapatib, so'ngra yuksaladi do'stlar. Gapni
ketmaguncha pastgacha harakat. 4 soatlikda ham mana do'stlar kuzatib turibsizlar. Gap qapanajak. Shu bo'lgadan yonsam aşağıdagi bo'lgadan keyin retestini beradi. Mana shu ham omuz hosil qilgan ekan, mana yelka bosh yelka. To'g'ri kelmasa ham yelka bosh yelka ham o'sha shundan bitimga kirilgan. Satchi preparasi 4 soatlik do'stlar. Bu ham gapni qapatganga qadar tushadi. Gapni qapatganiga retes 1 soatlikda do'stlar. 1 soatlikda o'sha mana shu bo'lgasi shu sariqqacha kelsa keyin boy bo'ladi. 4 soatlikda o'sha retes keyin dashi shu gapni qapatadi. Balki shu maksimumda yangilab yangi trend hosil qilish mumkin. Kuzatamiz. Balki shu gapdan keyin yana bitta retes bo'lishi mumkin, kuzatamiz. Chafay paramiz. Bu ham suslik uchun signal bermagan bu bo'lmaysizlar do'stlar. Mana lekin 4 soatlikda ajoyib pastida nima qilgandan keyin shu yerda tek profitni bir qapatganman bitaman demay уже. Lekin shu gapni qapatganga qadar shu yashil chiziqgacha tushish ehtimoli bor. Lekin ungacha retes bo'ladi 1 soatlikda. Shu yerdan yonsa shu bo'lgadan sariq bo'lga kuchli qirilib yuksalishda boshlangan joyda. Shu yerdan retes bo'lib keyin dashi pastgacha shu gapgacha tushamiz. Mana 1 soatlikda ham ochiqlik joyimiz bor. Shu gapni yopamiz do'stlar. VTA'dan bitimlarimiz bor edi. Dow Jones ajoyib 4 soatlikda ham sell signal 1 soatlikda ham mana shu yashil chiziqni pastida qapandi, bitimga kirgandim. Shu yerdan kirsangiz ham bo'ladi, misol. Shu yergacha tushdik, bitimlar yopildi. Shu yerda bo'lganimiz bor. 4 soatlikda mana shu yashil chiziqgacha kelish ehtimoli bor do'stlar, shoshilmanglar. Bunda zarar bo'lsa ham katta zarar bo'ladi. Oltindan ham yomon bu indekslar. Mana shu sariq chiziq 1 soatlikda kelish ehtimoli bor. Tasdig'i bilan 15 minut, 5 minutga qarab kirsalang bo'ladi mana shu yashil chiziq. Lekin 44 965 shunaqa bo'lishi kerak. -45 096. Mana shu yerdan harakat qilsalang bo'ladi. VTA parasi do'stlar, Brent VTA Neft 1 soatlikda bo'lganimizga keldi do'stlar. 4 soatlikda ham bo'lganimizga keldi. 15 minutlikda pastda ham bo'lganimiz bor, oxirgi bo'lga. Undan keyin bo'lga yo'q. Shu oxiri shu ikkalasidan qaytish mumkin bo'lardi qirsa. Lekin kuzatamiz, birinchi bo'lgaga hajmlar kelyapti, bu yerda qirish ehtimoli bor pastdan. Mana shu yerlardan 1 soatlik 15 minutliklarda tez tasdig'ini bersa, tez qilsa, xudo xolisa bitimga kirsalar bo'ladi. Men signallarni beraman, kuzatib boringlar qo'ldan kelgancha. Avstraliya Audi GP paramiz, bu ham ajoyib. GP paralar bu hafta boshida gaplar ochilib uchib ketdi, hafta oxirida hammasi joy-joyiga gaplarni bekitgani tushyapti. Mana bu ham gapni bekitadi, shu bo'lgadan retes bay. Do'stlar, mana shu yerdan shu yashil chiziqgacha chiqamiz. Do'stlar, 4 soatlikni ko'rsak, 4 soatlikda mana shu ayni aytganimizga bekiladi. Shu yerdan agar likvid yechadamizsa, keyingisi bo'lgadan shu yerdan retes bo'ladi. Kuzatamiz. Buni ham do'stlar shoshilmanglar. S500 parasi mana 4 soatlikda ham go'zal signal bo'lgan. Afsuski men ko'rmay qoldim.
Mana 1 soatlikdan zo'r signal bo'lgan do'stlar. Mana uchuvchi kapalak tushdi, yana tez qildi oqib ketdi do'stlar. S500 indeksimiz. Shu likvidlarni hammasini yechdi do'stlar. Mana shu yergacha o'z likvidlari yechildi. Mana shu bugacha likvidlarni yechdi. Endi shu bo'lgiga yaqinlashyapti 1 soatlikda. 4 soat shoshilmanglar. 1 soatlik bo'lgalar ko'pincha ish bermaydi, qiriladi chunki hajmli kelyapti bo'lgiga. Ammo sekin mayda-mayda bo'lgiga hajmli kelyapti. Bu ikkala bo'lgani ham qirib mana shu yashil chiziqdan ketish ehtimoli bor. Yo'qsa mana shu ignani pastidan. Ko'pincha shu yashil chiziqgacha keladi. Fiyat o'rtalama fiyat qirilgan joy shu yashil chiziqlar. Shu yashil chiziqdan tepkisini olib harakatlanadi. Maqsad 4 soatlik do'stlar. Bu ham ajoyib harakat bo'lyapti. Shu kelyapti, shu ikkalasini qirib, ya shu bo'lganda, yo'qsa shu yashil chiziqdan harakatlanamiz. Mana 1 soatligimiz. 1 soatligimizda bo'lgalar ko'p. Bular